Bunga fikrim shuki, bugungi kunda Qur'onga musulmonlar tomonidan juda ko'p zulm va Qur'onni ustidan kulishlik ko'p bo'lyapti. Ana shu mavzulardan bittasi shu bizkilar Qur'onni kasallarga borib o'qiydigan, anaqa holatga aylantirib qo'yishgan. Biz musulmonlar o'zi asli Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam paytida ham, hozirgi kunda ham Qur'onga shunday buyurilganmizki, aqlni, farosatni ishlatib, hamma narsani o'zini o'rnida ishlatishlikka buyurilganmiz. Endi keling, ana o'sha Yasin surasini bir kasalga borib o'qiysiz. Tarjimasini o'qib ko'ring. Nima deyapti? Tarjimasida Alloh taolo aytayapti: "Alloh yuborgan payg'ambarlarga iymon keltiringlar. O'limdan keyin hayot bor. O'limdan keyin hayot borligiga sizlarni mana bu narsalaringlar dalil" deb dunyodagi dalillarni keltiradi. Endi siz kasal bo'layotgan odamga borib buni aytsangiz unga nima? Mayli buni aytsangiz ham mayli, lekin tushunmasdan o'qisangiz nima foydasi bor? Aytingchi. Misol hindular bunday televizorda qarasangiz bitta yonida turib o'zlarini bir narsalarini o'qiydi. Endi nima foydasi bor u tushunmasdan shu hinduni o'qiyotganda bizga qanaqa bir g'alati tuyuladi? Sizga qanaqa tuyuladi bir hindu bir narsani o'qib butun yonida bir narsalarni o'qiydi? Xuddi shuni bizkilar ham o'zi tushunmagan holda kasalga arabchasini bir narsalarni o'qib bu shifo deyishlik, bu Qur'onning ustidan kulishlik. Kecha birov menga savol beryapti. Bu ham o'sha ateistlardan. Mana hamma Qur'on o'qiydi. Nimaga yaxshi bo'lib ketmayapti hamma, misol rivojlanmayapti musulmonlar. Hamma o'qiydi-yu bizda deyapti. Men aytdim, men misol Qur'on o'qiyotgan odamlarni va Qur'on o'qiladigan jamiyatni ko'rmadim. Bizda Qur'on o'lgan joylarda o'qiydi, birov o'lib qolsa yo birov kasal bo'lib qolsa o'qiydi, yo jinkashlar o'qiydi, qabristonga borganda o'qiladi. Hech kim Qur'onni uyida o'zbekchasiga ochib, o'zi tushungan tilda Ibn Sinoning kitobini o'qigandi yoki koreys tilini o'rganmoqchi bo'lib bitta kitobni ochib tushunib o'qishga harakat qilgandik. Koreys tilini o'rganish, ingliz tilini o'rganish, yo maktabda biror bir kitobda interesni olib, qani Alisher Navoiyning asarlarida nimalar bor ekan deb bir interes bilan bir talib ilm qatorida kitob o'qigani kabi Qur'on Karimni hech kim unaqa qilib o'qimayapti. Bu Qur'onga eng katta zulm. Ki bu Qur'onni tushunmasdan arabchasiga bir narsa o'qib turib, bir-biriga dam solishlik, bu Qur'onning ustidan kulishlik. Qur'on bu uchun nozil bo'lmagan. Masalan, Ibn Sinoning kitobini ochib olib, qanaqa qilib samolyot yashashni o'rganmoqchiman, shuning uchun Ibn Sinoning kitobini o'qiyman desangiz, odamlar so'kadi. Bu mavzusi boshqa-yu bu Ibn Sinoning kitobini. Sen bundan boy samolyot yasamoqchi bo'lsang, falonchining kitobini o'qi deydi. Ya'ni ana o'sha sohasi bo'yicha yozilgan kitoblarni. Yoki bo'lmasam Alisher Navoiyning kitobini ochib, men shu Alisher Navoiyning kitobi orqali dom solishni o'rganaman desa, buni mavzusi boshqa. Xuddi shunaqa Qur'oni Karim bizga, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bizga o'qib, uni bir-birimizga dam solib, kasal bo'lib qolsak o'qiydigan, bu uchun nozil qilmagan. Qur'onning mavzusi bu ham emas. Qur'on bizga liyatadabbaru o'qib, qayta o'qib, Qur'on haqida tafakkur qilib, Qur'onning oyatlariga aql yurgizib, tafakkur qilib, uni hayotimizga tatbiq qilishligimiz uchun nozil bo'lgan. Mana shu mavzuda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda va huwa shifaa'un lil mu'minin. Qur'on mu'minlar uchun shifo degani, ya'ni Qur'onga iymon keltirib, unga amal qilganlarni, ularni axloqlarini, jamiyatini o'nglaydi, muammolarini hal qiladi degan ma'noda ishlatilgan. Bu payg'ambarimiz ham yoki sahobalar ham hech qachon kasallarga borib, Qur'on o'qib, dam solib, bu Qur'onni bu uchun ishlatishmagan. Yana bir hadislardan ba'zi bir botil tushunchalarni himoya qilishlik uchun ba'zi bir rivoyatlarni olib kelishadi, zaif rivoyatlar. Bular hammasi safsata.
Bitta holatdagina Qur'on o'qishlik joiz. Bir kasal odamni ziyorat qilgani kirsangiz. U ham qo'lingizni ochib, qiblaga qarab, Fotiha surasini o'qib, Fotiha surasini o'qib bo'lganingizdan keyin ashe kasal odam uchun duo qilishlik joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabristonga borganda ham qayga borsa Fotiha surasini o'qigan. Bu ham Fotiha surasini arabchasiga tushunmay o'qisa foydasi yo'q. Mana men aytayapman. Qur'onni arabchasiga tushunmasdan bittasiga o'qib beryapmizmi yoki o'zimiz o'qiyapmizmi, uni vashi foydasi yo'q. U bir xil hali hindular bir narsasini o'qigan bilan bir xil. Tushunib o'qib Fotiha surasi boshdan oxirigacha duo. Tushunib o'qilsa, keyin uni savobi insonning axloqiga bo'ladi, ta'sir bo'ladi va keyingi yonida turgan, eshitgan odamga ham savob bo'ladi. Tushunib uni ma'nolarini aytib berilsa. Ha, duo qilayotganda Fotiha surasining ma'nosini tushungan odam, o'zbekchasini o'qib olgan odam Fotiha surasini o'qiyotib, nima deyotganini qalbidan his qilib, keyin Fotiha surasini o'qib o'tirib, orqasidan o'zini duosini qilib qilsa, ha, bu Alloh duoni qabul qilishi mumkin. O'sha kasal odamga duo qilishlik joiz. Fotiha surasi orqali yoki qabristonga borganda payg'ambarimiz qo'lini ochib duo qilib turib, birinchi Fotiha surasini o'qib, keyin duo qilgan. Ya'ni duo joiz. Lekin bu Yasin surasini o'qish kerak, Taborak surasini o'qish kerak degan. Ha, yana bir narsa bor. Bir hadisda keladi. Yasin surasini o'liginglar ustiga o'qinglar degan oyat bor. Endi buni bizgilar hozir o'layotgan odamning ustiga o'qishadi. O'layotganda o'qinglar degandi. Naborot o'layotgan odamni hozir sen o'layapsan deb uni qo'rqitib, yana Yasin surasini o'qishadi-da, Qur'on oyatlarini. Yo'q, unaqa emas. Yasin surasini o'liginglarga o'qinglar deganda, ya'ni umuman dinga ishonmagan, dindan uzoqlashayotgan, shunaqa bir holatlarda o'zimizda paydo bo'lsa yoki yaqinlarimizda paydo bo'layotsa, Yasin surasini ochib, tarjimasini yaxshi o'qib, qayta-qayta tafakkur qilib, Yasin surasidagi hujjatlarni o'qisak, iymonimiz rivojlanadi. Chunki u yerda ko'p mavzular bor. Ana o'sha o'lgandan keyin hayot borligiga dalil hujjatlar bor. Shu sababdan bir hozirgi kunda bunday o'zimizni bir ahvolimizga, musulmonlar holatiga qarasak, bu Qur'on hech kim Qur'onni nima uchun nozil bo'lgan bo'lsa, ana shu maqsadida foydalanmayapti-da hech kim. Hamma shu o'lgan joyda, qabristonda birov o'lib qolsa, birov og'rib qolsa, birov bir narsadan qo'rqib ketsa, yomon tush ko'rib qolsa, endi arabchasiga uni ham tushunmasdan o'qilyapti. Bu degani Qur'on bu jamiyatda o'qilyapti degani emas. Naborot Qur'onning ustidan kulyapti. Musulmonlar Qur'onning ustidan kulyapti. Bir voqea borda, bir josusni, pokistonlik bir josusni amerikaliklar ushlab oladi. Endi u 30 pora Qur'onni yodlagan bo'ladi, pokistonlik josus bo'ladi. Keyin sen deydi shunaqa iroqliklar bilan shunaqa aloqang bor desa, ular aytadi. U aytadi, "Ha, yo'q, men hech qanaqa, men arab tilini bilmayman" deydi. Deb turib, ma'lumotlarning ichida u Qur'onni %100 yodlab olganini ma'lumoti bo'ladi-da ularning. Sen Qur'onni yoddan bilasanmi desa, "Ha, Qur'onni yodlaganman." Endi sen bizga arab tilini bilmayman deyapsanmi deydi. Odam qaysi darajada ahmoq bo'lish kerakki, Qur'onni arabchasiga to'la to'kis yodlab bo'lib, lekin uni tushunmasdan o'qisa deydi-da. Endi ular uchun juda ahmoqona tuyulganda. Sen qanaqa qilib arab tilini bilmaysan, shunaqa Qur'on shuncha narsani yodlab turib, nima deyotganingni bilmay o'qib yuraverasanmi deb u uchun bir hayron bo'lyapti-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat qilgan, Qur'ondan hech narsa qolmaydi, illo surat qoladi. Mana Qur'ondan hech narsa qolmadi, haqiqatan surat qoldi. Bir kuni payg'ambarimiz aytgan, shunda bir davr keladi, odamlar Qur'onni uyda kitobini o'qiyman deb olsa, ichida hech narsa yo'q bo'ladi. Asha davr hozir mana keldi. Liboyni hamma Qur'onni ochadi. Hamma birovni uyida birov vafot etsa, patada borib odamlar Qur'on o'qiydi. Ramazon oyida mana Qur'on o'qishadi, lekin ichida hech narsa yo'q. Mana Ramazon oyida borib arabchasida domla o'qiydi, orqasida odamlar tik turadi, hech kim hech narsani tushunmaydi. Qur'onni ochishdi ular, hech narsa yo'q, hech narsa olmadi, ularga nima ish bor, hech narsa yo'q.
Xolanki Alloh subhanahu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni ta'kidlagan edi. Ramazon oyida bir marta Qur'onni o'qib chiqinglar. O'qishni bilmaganlar borib o'qishni bilmaganlar borib imomdan eshitsin degan edi. Chunki u arablar, ular tushunardi. Ular tafakkur qilardi eshitgan narsasiga. Hozirgi kunda endi biz arab bo'lmaganimiz uchun, bizni qavm arab bo'lmagani uchun Ramazon oyida o'zbekchasiga Qur'onni o'qib chiqish kerak bir marta. Va plus keyin tarovihga borib, arabchasini ham eshitib qo'ysa, foydasi bordir, savob. Lekin maqsad emas. Asl maqsadi tark etib qo'yib, arabchasini eshitib turib, shu bilan katta bir savobga ishlagandi, Xudoni rozi qilib qo'ygandi, bir diniy bir ishlarni bajarib qo'ygandi, o'zini his qilib turishlik bu g'ib bizi adashganligimiz hisoblanadi. Shuning uchun aka bu hammasi bidiyat. U agarda mana shunaqa dam solishlik bilan odamlarni lecheniya qilishning iloji bo'lganda, hukumatlar milliard pullar xarjlab chet o'lkalardan dori-darmonlarni sotib olib yurishmasdi. Balki domlalarni yaxshi gapirib, domlalarga bitta joyni ochib, odamlarni o'tirgizib, kasallarga Qur'onni o'qitib, ularni yaxshi qo'yib yurishardi. Chunki har bir hukumatning bir muammosi bor. U shuki, u sog'liqni saqlash ministri tomonidan hukumatning katta budjeti dori-darmonga ketadi har yil. Страховкаga va hokazoga, to'g'rimi? Qancha страховкаga ketadi? Qancha больницаlarga pul ketadi? Medsestralarga shunaqaga ko'p ketadi. Eng yaxshi varianti domlalarni olib kelib o'tirgizib, bitta hech bo'lmasa ochib qo'yasiz-da, to'g'rimi? Hech bo'lmasa 2-3 ta больница bo'ladi har bir oblastda. Shu to'lki domlalardan tashkil topgan. Ashlar dam solasdi. Chunki bu narsa tajribada foyda bermagani uchun bu sodda eski tushunchalarda qolib ketib qolgan odamlar shu domlalarga aldanib borib o'qitib, dam soldirib, vaqtini ketkizib yuraveradi. Ziyoli qatlamlar, aqli bor odamlar doktorga boradi, sababini topib, lecheniyasini qilib ketadi. Hukumatni aqli bo'ladi. Hech qachon hukumat bunaqa domlalarni olib borib, больницаlarni ochib, dam solgizmaydi, chunki ular biladi, bu tajribada foyda bermagan. Tajriba nima? Qanaqa bo'ladi? Tajriba shunday bo'ladi. Misol 100 ta odamga dam solinyapti. Shu 100 ta odamdan hech bo'lmasa 70 ta 80 tasi dam solishlik orqali yaxshi bo'lib ketish kerak. Mana shuni tajribadan o'tsa desa bo'ladi. Hech bo'lmaganda deyapman. Lekin 100 ta odamga dam solinsa, 2 tasi yaxshi bo'lib ketsa yoki 4 tasi yaxshi bo'lib ketsa, mana yaxshi bo'lyapti-yu dam solib deyilmaydi. Bu bunaqa bo'lmaydi. Bu yolg'on. Chunki u o'zi ham shunday ham boshqa sabablar bilan yaxshi bo'lib ketib qolishi mumkin. Hozir bu dinkashlar, o'zlariga dam solib yurgan odamlar hammasi shunaqaki, falonchi o'zini dam solgizgan ekan yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lmaganini hisoblab chiqing, 98 ta yaxshi bo'lmayotgani. Sen aytayotganlar, ikkitasi u dam solgandan emas, uni ham shu vaqtiga kelib qolgan bo'ladi. Biron bir sababga ko'ra o'zini o'zi immuniteti ko'tarilib yo boshqa bo'lib, sabablar paydo bo'lib yaxshi bo'lib qolgan bo'ladi. Endi mana shu 100 tadan 2 tasi bilan shunaqa hodisa bo'lib qolsa bo'ldi. Mana shu qo'shnisi aytadi boshqa. Lekin naryoqda umuman shifo topmaganlari ashincha surishtiringlar. Mana shu ham bir katta bizda muammoki, shu 100 ta odamdan 2 tasi qo'qqisa yaxshi bo'lib qolsa, mana falonchi dam soli hammani yaxshi qilibdi. Bu yaxshi bo'lmayotganlarni hech kim qaramaydi, gapirmaydi. Muammo shu. Mana shu orqali Qur'onni tirikchilik manbasiga, biznesga va Qur'onni ustidan kulib, Qur'onni boshqa bir mavzularda ishlatishyapti. Bu haqida shu. Agar shu aytilgan so'zlarga e'tirozingiz bo'lsa yoki tushunmagan narsalar bo'lsa, yana bildirishingiz mumkin. Payg'ambarimiz kasalmidi? O'ziga dam solibdi. Xo'p, bo'pti. Dam solganini qabul qilamiz. Lekin kasallik uchun soldimi? Payg'ambarimiz sahobalarga aytdimi? Ki kasal bo'lmaysizlar, mana shu dam solib yuringlar, kasal bo'lmaysizlar dedimi? Yo'q. Ko'pchilik mana shu dalilni keltiradi, payg'ambarimizdan dam solgani. Dam solgan kasal bo'lib qolganda solgan payg'ambarimiz. Yo'q. Demak nimaga solibdi? Desiz, bu
Ixlos surasi, ikkita An-Nos suralari bularni o'qisak insonni nafsini yomonliklaridan, insonni har doim e'tiborini Alloh taoloning panohiga chaqirib, fitnaviy holatlarda o'zini saqlab, xullas mana shu 3 ta sura Allohning tavhidini eslatadi yotishdan oldin dam solsangiz. Ya'ni o'qisangiz insonda yana bir qator Allohning tavhidini eslaydi va Allohga ehtiyoji borligini va hayotdagi "Qul a'udhu bi robbil falaq" duo qilinglar. Alloh buyuryapti. Alloh mana shu borliqdagi har qanday narsalarning yomonligidan sendan panoh so'rayman. Keyingi surada qarasangiz "Qul a'udhu bi robbin nas" duo qiling. Odamlarning yomonidan panoh so'rayman. Malikin nas odamlarning podshohligidan panoh so'rayman. Nima degan? Biz ko'chaga chiqsak albatta ustimizdan yuqorida turgan odamlar ko'p. Masalan, gai to'sa ustimizda, biz ustimizda hukm chiqaradi. Bir ishxonaga borsa ustimizda xo'jayin bor. Har bir masalada bizni ustimizdan hukm chiqaradigan odamlar Alloh taolo aytayapti. Mana shu ma'noda ham har doim mana shunaqa odamlardan panoh so'rab turish kerak. Har qanday ziyonlar kelishidan. Endi men qisqacha aytyapman, bu Qur'onni bu 3 ta sura faqatgina uxlayotganda kerak emas, lekin inson uxlashdan oldin yana bir marotaba duolar bilan uxlashligi bu haqiqatan o'ziga dam solishligi. Mana shu ma'nolarda dam solingan. Lekin hech qachon payg'ambarimiz boshqalarga dam solmagan. Odamlarni o'tirgizib olib, 4 tasini, 5 tasini o'tirgizib olib, dam solib, yo sahobalar bir-biriga dam solib yurmagan. Payg'ambarimiz duo qilgan. Mana shu duoni dam deb ataladi. Tushuntira oladimi? Misol, yotishdan oldin TikTok ko'rib, uxlab qolgandan ko'ra Ixlos surasi, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nas suralarini tarjimalari bilan o'qib, shu oyatlarning ustida tafakkur qilinsa, qarang, biroz e'tiboringizni yaxshiroq eshitishinglar uchun jalb qilaman. Yaxshiroq eshitaylik. Bir mavzuda hozir esimga tushib ketdi. Tasbih degan so'z bor-da. Tasbih, Allohga tasbih aytishlik. Nima degan? Arab tilida sabbaha degani suzdi degani. Suzishlik. Suzgan odam ham lazzatlanadi, ham jismi tozalanadi. To'g'rimi? Suzgan odam suvga tushib cho'milsa, u ham mazza qiladi, suzyatib o'zini boshqacha his qiladi va jismoni tozalanadi. Mana shu ma'noda tasbih aytishlik bor. Qachongacha inson tasbih aytayotganda, tasbih qilayotganda, masalan, Alloh taoloni odamlarga qilayotgan cheksiz marhamatini bir his qilsa inson qalbida yoki Alloh menga shuncha ko'p ne'matlar berdi deb odam o'ylanib, tafakkur qilsa qalbida. Qanaqa lazzatlanadi odam shu paytda. O'ylaylik, hammamizdan shunaqa voqealar o'tgan. Bir kuni bunday o'ylanib, dunyoga bunday qarab, butun koinot mana misol hadis keltiraman, mana shu mavzuga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Butun koinot bu Allohning oilasi." Endi kim mana shu Alloh yaratgan mahluqotlarni yaxshi ko'rsa, Alloh ham uni yaxshi ko'radi. Endi mana shu jihatdan Amerika bo'ladimi, nemislar bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, kim bo'ladi, mana shular ham biz neujeli hammamiz bir yaratguvchini bandamiz. Bizni bitta Alloh bog'liq qilib turibdi bizni. Bu ham men ham Allohning bandasiman degan narsani his qilsaylik. Qani aytingchi, mana shu narsani his qilsak, qalbimizdan boshqacha lazzatlanyaptimi? Boshqacha lazzat bo'ladimi shunaqa bo'lsa? Shunaqa bir tasbih, mana shuni aytadi tasbih aytishlik. Ham qalb tozalanadi, ham Allohning zoti taniladi, inson taniydi. Xuddi shunaqa Ixlos suralarini o'qiyotganda qayta o'qib, qayta shu narsalarga bunday tafakkur qilib, tadabbur qilsak, shu Ixlos surasi, An-Nos surasi mana shu suralardagi
yashirinib yotgan ma'nolar bizga ochilganda qalbimiz titrab, ya'ni tasbih aytamiz. Mana shuni holatlar bilan uxlasak, mashalloh, mana shu eng kuchli dam. Tasbih aytishlik 33 martadan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb qo'yish emas. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard." Osmon va yerdagi butun borliq Allohga tasbih aytadi deydi. Qanaqa qilib aytayapti? Eshityapmizmi? Yo'q. Lekin bunday e'tibor beraylik-da. Mana men ko'p misol keltiraman. Qur'onda Alloh taolo aytadi: Alloh hech bir narsani kam yaratib, chola yaratib tashab qo'ymagan. Butun yaratilgan narsa hammasi mukammal yaratilgan deydi. Mana shu so'zni ustida jichcha tafakkur qilib qaraylik. Qumursqa ham, hattoki qumursqa ham o'zini qumursqaligida mukammal. Xato yo'q, tovuqda ayting. Tovuqligida shunaqa kamchiliksiz tovuq yaratilgan. O'ziga kerakli bo'lgan ham burgutni ko'zi juda zo'r ko'radi. Jo'ndan-jo'n zo'r ko'rmaydi. Osmonda turib yerdagi chichqonni ko'rish uchun Alloh taolo unga ashunaqa ko'z zirenasini berib qo'ydi. Mana shu narsalarni insonda his qilganda qalbi titraydi. Mana shu tasbih bo'ladi. Inson suzadi Alloh taolaning tavhidida. Allohning sifatlarini eslab faxrlanadi. Alhamdulillah, meni shunaqa yaratguvchim bor. Ey Robbim, meni mana shu Qur'onda bir oyatda keladi. Ey Robbim, menga hidoyat berganingdan keyin meni hidoyatda yurgan odamlar bilan birga qilgin. Ya'ni inson ana shu paytda shunday bir duo qilgisi keladiki, ey Robbim, alhamdulillah, men seni eslab shunaqa bir qalbim titrab va faxrlanyapman, lazzatlanyapmanki, meni shunaqa buyuk yaratguvchi yaratganligiga. Deb inson shu his qilgan sari bir tasbih deb shunaqa holatlar bu tasbih bo'ladi. Shuning uchun Qur'onda aytadi: Allohning mo'min bandalari Allohni eslaganda qalblar titrab ketadi. Mana shu tushuncha bilan Ixlos surasi, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas suralarini qayta o'qib, tarjimalari bilan o'qirsak, uni ichidagi sir asrorlar ochiladi. Masalan, men ko'p shu muammolarga tushganda odamlar bilan yo boshqa bir vaqtlarda Qul a'udhu birabbil falaq. Ey Robbim, har qanday mana shu yomon natija beradigan narsalardan, yomon odamlardan panoh so'rayman. Chunki o'zing o'rgatyapsan menga shu narsani. Qul a'udhu birabbin nas. Ey Robbim, odamlardan keladigan yomonlikdan sendan panoh so'rayman. Sen o'rgatyapsan mana. Sen o'rgatganing uchun shu duoni qilyapman, ey Robbim. Hatto bo'lmasam men duo qilishni ham bilmasdim deb duo qilishimiz kerak ekanda. Buni biz qayerdan bilasiz bunaqa duo? Shuning uchun Alloh o'zi hidoyat berdi va qanaqa holatlar bilan duo qilib qalbimizni qanaqa holatlarga. Bugun 33 martadan zikrni to'ldirdim. Bugun mancha martadan zikrni to'ldirdim deyishaveradi hammasi. Senga cheksiz ne'mat bergan Alloh seni sanab aytayotgan tasbihingga e'tibor beradimi? Nima deb o'ylaysiz aka? Bizga masalan bunday o'tirsak, bizga cheksiz ne'mat bergan. Uni sanab tugata olmaysiz. Bizga cheksiz ne'mat bergan Alloh bizni sanab, hisoblab o'tkazayotgan tasbihimizga parvo qiladimi? Qiladimi? Qarang. Qilmaydi Alloh taolo. Hijola 33 ta aytib qo'ydim, bugun zikr to'ldirdim. Nima deding? Subhanalloh. Xo'p, nima bo'ldi? Yaxshi, zo'r aytsan, lekin qalb titradimi subhanalloh deganda? Tasbih o'qiganda qalb titradimi? Mana tasbih qanaqa bo'ladi aslan? Alloh yaratib qo'ygan narsalarning ustida tafakkur qilgan sari Allohni yaratgan mahluqotlarning ustida o'ylanib, tafakkur qilib, Allohning kuch-qudratini his qilgan sari inson shunaqa holatga, masalan, alhamdulillahi robbil alamin, butun olamlarni
yaratgan Allohga maqtovlar bo'lsin deb turib, bir yuqoridan bir shaharda bo'lsangiz, bunday qarang, million odamlar ertaman turib ishiga borib, choyini ichib, bola chaqasi bilan mazza qilib, yashab yuribdi shuncha odam. Va bir shahar quryapti odamlar, ilmning ustida rivojlanyapti, insonlar shu darajaga yetib kelyapti. Nimalarga erishmayapti insoniyat? Mashina hammasida shu yaratuvchi turibdi. Mana shu tasbih bo'ladi ana shu narsalarni his qilishlik. Men faqatgina bir misolni aytyapman. Alloh taolo hammamizni tasbih aytuvchilardan qilsin. Shu yotishdan oldin ham ana shu Ixlos surasi, Faloq surasi, Annos suralariga o'qib, bir marta o'qisak albatta zerikarli bo'ladi, tushunmaymiz. Ikkinchi marta o'qisak ham. Lekin qayta tarjimasini o'qib yursak, bir kun tik uradi shu ehtiyojimiz kelganda shu oyatning so'zlari. Odamning qalbi titrab ketadi. Tasbih bo'ladi shu tasbih bo'ladi. Ham o'zi Allohni taniyapti, ham qalbi tozalanyapti. Qanday? Sabbaha degani arab tilida suzdi. Sabaha deb arab tilida suzganni aytadi. Suzgan so'zdan islohiy bo'lib tasbih so'zi chiqadi. Bu masalada shu. Endi qisqa javob bermoqchi edim, lekin shunaqa cho'zilib ketdi. Boshqa mavzular ham ko'tarilib.